Katta yo'l va metro ostanovkasidan bor yo'g'i 200 metr masofa uzoqligida 1,5 sotuvli yer maydoniga qurilgan 6 xonali alohida oshxona qismlaridan iborat bo'lgan xonadonimiz sotiladi. Hovli qismiga avtomatik darvoza va kalitka eshikdan kirsanglar bo'ladi. Avtomobil uchun, tapchan uchun alohida joylarimiz ham mavjud. Asosiy binoga kirishimiz keng hol qismi orqali. Chap qo'limizda kuxnya, ro'parada bo'lsa 15-20 kishilik kattagina yaxshi ta'mirdan chiqarilgan zal qismi, birinchi qavat uchun umumiy sanuzel qismi va orqa hovliga qaragan oynalar bilan birinchi qavat uchun spalni qismini ko'rishingiz mumkin. Hol qismi orqali podvalga va ikkinchi qavatga ko'tarilsak bo'ladi. Binoyimizning tegi yaxlit podval qilingan. Ikkinchi qavatimizda qo'shimchasiga 4 ta spalni va alohida umumiy sanuzel qismi joylashgan. Bu xonadonimiz Sergeli tumani Kengmakon mahallasida joylashgan. Orientir metro 9-bekati bo'ladi. Bu xonadonimizni startoviy 150 ming dollarga baholayapmiz. Pastda ko'rsatilgan raqamlarga aloqaga chiqsanglar, yaxshi narxlarda baraka qilamiz.